ayollarimiz, kızlarimiz, her bir ana o'quvchilar o'zining mas'uliyatini ijro qilish kerak, ado qilish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hadislarning o'zida jannat onalarining qadami ostida dedi. Mana bu ayollarning o'rnini ko'taradigan hadis. Va lekin mushu hozirgi ayollarning qadami ostida jannat bormi? Jannat zodi qanda onalarning qadami ostida. To'xtamay ashundoq attigandan tortib, kech yo'g'ichi qator joyda o'ltirgan onalarning qadami ostida jannat yo'q. O'zining mas'uliyatini ado qilmagan avlodlarini 3 xil huddiga berib, ballarning birisi maktabga huddiga bergan, yana birisi jamiyatga huddiga bergan, yana birisi yasliga huddiga bergan. Faqat shu uydan chiqqan vaqtida erishvamisa, solishvamisa, bağgan yerga bağlı qo'ysa, ashuni xo'shlab yashab ketgan ayollar, bularning qadami ostida jannat yo'q. 24 soatning ichida 2-3 soat ashunda girim buyumlarni qilib, aynakning oldida o'ltirib, haftada shu ayollar satrashxonasiga berib, davomli ashundoq o'zining onalik majburiyatini, onalik salohiyatini unutib qolgan ayollarning ostida jannat, uning qadami ostida jannat yo'q. Jannat o'zining mas'uliyatini tuygan, o'zining e'tiqodini ruslagan, ibodatini ruslagan, axloqini ruslagan, o'zi bilan Rabbining o'tirsidagi munosabatni isloh qilgan, o'zi bilan payg'ambarning o'tirsidagi munosabatni isloh qilgan, o'zi bilan yo'ldoshi o'tirsidagi munosabatni isloh qilgan, o'zi bilan balvoqlarning o'tirsidagi munosabatni isloh qilgan ayollarning ostida shuni qadami ostida jannat bor. Shunga har bir ayollarni o'zining mas'uliyatini tunish lozim. Ayollarning o'ziga nasihat qilish lozim. Ayollar hozir avlodlar bilan chatag'i yo'q. Ayol kishining qo'lida buyishik emas, dunyo tavraydi. Nurg'un onalarning qo'lidan siyosiy yo'lga chiqqan, nurg'un onalarning qo'lidan doktorlar chiqqan, nurg'un onalarning qo'lidan mujtahidlar chiqqan. İmam Şafii rahimahullohni bir ömür onasi hayotida ashundoq tarbiyalash yo'li o'tgan. Ashunun qo'lidan Hazrati İmam Şafii rahimahulloh tarbiyalanib chiqqan. Uningdan boshqa nurg'un mujtahidlar, nurg'un fuqaholar, nurg'un ulamolar onalarning tarbiyasi bilan yo'g'ilgan. Ashunlarning tunji maktabida cho'ng bo'lgan, ilmdekin qolgan maktablarda o'qigan, ashunda holatdagi onalardan bo'lish, ashunda holatdagi och singillardan bo'lish, ayollarni o'zining mas'uliyatini ado qilish.